Assalomu alaykum hammaga. Bizga pilsos keldi. Motori ko'rib turibsizlar ichini. Pilsosni ham ko'rakni ishlatilgan. Shu hisobiga motor havo tortolmagan hisobiga mana bu yerda amotkasi uzilgan. Hozir biz buni amotkalarni almashtirib chiroyli qilib beramiz. Pilsos o'zi Samsung 1800 wattli. İçlerini ham ko'rib turibsizlar. Hammasini tozalab, xudo xohlasa, cho'tki qilib yig'ib beramiz. Mana motorimizni ham yig'ib oldik. Krichatkalarni almashtirib, o'ziniki yaroqsiz holga kelganda ichlarini qiyshayib yotibdi, tozalab ko'rdim. Yaroqsiz holga kelib qolgan. Amotkasini ham almashtirib yubordik. Xudo xohlasa, ishlatib ko'rsatib beramiz. Xudo xohlasa ishlash cho'tki, podshipniklarni ham almashdi. Shu endi buni egasiga yig'ib beraveramiz. Mana pilsosimiz ishlayapti. Shu o'rinda bitta aytib ketaman, tozalashini filtrlarni tashlaysizlar. Orqadagi filtrlarni ham tashlaysizlar hammasini. Va yoqasizlar. Va yoqasizlar-da. Qo'ylarni bektasizlar. Va nima qilib pilsosi o'zini o'zi tozalaydi. Ichlari polni changlarni chiqarib oladi. Sizlar shunga o'xshash bo'lgan mana shu texnikalarni bizning ustaxonamizda to'g'rilab ketsanglar bo'ladi. To'g'rilatib ketsanglar, telefon nomer, telefon qilaverasizlar. Biz shu yerdamiz. Manzil Mirzo Ulug'bek tumani, Nabережныйdan, shuna Greenburgga to'g'risida joylashgan. Kelaverasizlar.